Va'da qilganimdek turli xil retseptlardan ajralib turadigan chakchak retseptini sizlar bilan birga bo'lishmoqchiman. Ishoning, ta'mi shunaqangi og'zingizda qoladi, faqat shu retseptda qiladigan bo'lasiz. Undan oldin bitta yurakchani bosib qo'ying, ko'rib xursand bo'laman. Ustiga tuxumga soda solib, yaxshilab ko'pirtirib olamiz. Massa xuddi biskvitga qilingandek bo'lishi kerak. Elangan un solib, xamir qilishni boshlaymiz. Bu xamirni bemalol qo'lda qilsangiz ham bo'ladi, men mikserda qilib oldim. Tayyor xamir o'rtacha yumshoqlikda, qo'lga sal yopishadigan bo'ladi. 1 soat tindiramiz, orada 3 marta mushlab olamiz. Tayyor xamirni yupqa qilib ochib olamiz. Ochish jarayonida unini ko'proq sepib olmaylik. Hamma joylari bir xil yupqalikda ochilgan xamirning orasiga yog' suramiz. Yarmiga yog' surib, yarimini ustiga yopamiz. 3,5-4 sm atrofida kesib, uzun lentalar qilib olamiz va har bitta lentani 0,5 sm ko'rinishda kesib chiqamiz. O'rtacha balandlikdagi olovda pishirib olamiz. Hammasini ketma-ket solib, sirupim yana ham mazali bo'lib chiqish maqsadida Samarfood asallardan foydalandim. Profilimga kirib, bundan oldingi qo'ygan videolarimdan sirupim tayyorlanishini topishingiz mumkin. Xuddi shu ko'rinishda sirupga belab, qotirishga yuboramiz. Har doimgidek bitta yurakchani bosib qo'yishni unutmang.